Qur'oni Karimdan oxirgi 3 barning tafsiri va musulmonlar uchun muhim bo'lgan hukmlar. Sura Mulk Makkada nazil bo'lgan 30 oyat. Nihoyat shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. 1-oyat. Dunyo oxiratda butun osmon zaminning podshohligi ilkida bo'lgan Allohning barakati buyukdir. Alloh har narsaga qodirdir. 2-oyat. Sizlardan qaysinglarning amali eng yaxshi ekanligini sinash uchun Alloh o'limni va tiriklikni yaratdi. Ya'ni o'lim ruhning badandan ayrilishi, hayotlik bo'lsa ruhning badanga ta'alluq bo'lishidir. Shunga tiriklikni yaratish deganlik insonni va ruhni yaratish deganlikdir. Alloh g'olibdir. Tavba qilguvchini nihoyat mag'firat qilguvchidir. 3-oyat. Alloh 7 osmonni birining ustida qilib yaratdi. Mehribon Allohning yaratishida hech nuqsonni, ya'ni bir-biriga zid yoki kamtuklikni ko'rmaysan. Sen takror qarab baqdingki, osmon shundoq cho'ng va kam bo'lsa-mu, uningda biror yo'chiqni ko'ramsan. 4-oyat. Onda sen yana 2 qatim qarag'in. Uningdan ko'p qaragan taqdirdimi, ko'zing osmonlarning yoritilishida biror ayb tepishdan umid uzgan va talg'an holda qaytidi. 5-oyat. Bizga barliq osmonlardan eng yaqin osmonni chiroqlar, ya'ni yulduzlar bilan bezidik va ularni shaytonlarni otadigan narsa qildik. Ya'ni farishtalarning so'zlarini o'g'irlikcha tinglashga uringan shaytonlar yulduzlardan chiqqan sho'li bilan etiladi. Shaytonlarga dunyoda yulduzlar orqali kuydirilishni, oxiratda do'zax azobini tayyorladi. 6-oyat. Parvardigorni inkor qilganlarmi do'zax azobiga duchor bo'ladi. Do'zax nima degan yomon joy. 7-oyat. Ular do'zaxga, o'tqa, o'tin tashlagandek tashlangan chaqda qaynab turgan do'zaxning eshak hangragandek sat ovozini anglaydi. 8-oyat. Do'zax g'azabdan parchalanib ketishga tas qoladi. Do'zaxga har qachon bir to'p odam tashlangan chaqda do'zaxga muakkal farishtalar ulardan sizlarga dunyoda mushundoq bir kunning keladiganligidan ogohlantiradigan biror ogohlantiruvchi kelmaganmidi deb so'raydi. 9-oyat. Ular undaq emas. Bizga haqiqatan ogohlantiruvchi Allohning payg'ambari kelgan. Ya'ni bizni mushu kunning keladiganligidan ogohlantirgan. Biz uni inkor qildik. Hamda biz Alloh hech odamga g'ayb ishlardan, oxirat xabarlaridan va Allohning bizdan talab qilgan ishlardan o'z ichiga olgan shariatdan biror narsa nosil qilgani yo'q. Sizlar faqat cho'nqur osqinlikda deydi. 10-oyat. Ular agar biz payg'ambarning so'zlarini tushunadigan, aql ishlatadigan holatda olgan yoki tushungan bo'lsak, ahli do'zax qatorida bo'lmas, balki Allohga iymon etgan va payg'ambarga ergashganlar qatorida bo'lgan edi deydi. 11-oyat. Ular ya'ni o'zlarining do'zaxga loyiq ekanligini va payg'ambarni inkor qilish orqali kofir bo'lgan gunohini to'naydi. Ularning gunohi isbotlangan va gunohlarini o'zlari e'tirof qilib, hech qanday o'zrisi qolmagandan keyin Alloh ularni jazolab do'zaxga tashlaydi. Ahli do'zax Allohning rahmatidan yiroq bo'lsin. 12-oyat. Parvardigoridan ko'rmay turib qo'rqqanlar mag'firatga va katta savobga erishadi. 13-oyat. Sizlar so'zinglarni maxfiy qilinglar yoki oshkor qilinglar. Alloh hamon uni bilib turadi. Allohga hech narsa maxfiy bo'lmaydi. Alloh haqiqatan dillardagi sirlarni bilguchidir. 14-oyat. İnsanlarni va shu insonlarning dillarini o'z qo'li bilan yaratgan zot dillarning sirlarini bilmamdi. Albatta, yaratquchi yaralg'uchidan bilguchidir. U shaylarning nozik taraflarini bilguchidir.
qalblarda yoshiringan va maxfiy ilib berilgan ishlarning hammasidan to'liq xabardordir. Uningga hech qanday ish maxfiy bo'lmaydi. 15-oyat. Allah sizlarga zaminni o'ldirib bo'lmaydigan va manqilib bo'lmaydigan bak yer qilib etmay, mengishga oson qildi. Zaminning atrofida menginglar. Allah'ның sizlarga zaminda yaratib bergan rizqidan yanglar. Allah sizlarga zaminning mo'lchiligidan foydalana oladigan qildi. Shuni bilishinglar kerakki, bu dunyodan oxiratga cho'qim ko'chisizlar. Sizlar qabranglardan tirilgandan keyin Allah'ның dargohiga qaytarilasizlar. 16-oyat. Ey kuffarlar, osmondagi zotning yer davrgan chaqda xuddi Qorunni yutqizib etgandek sizlarni yer yutqizib etishidan qo'rqmamsizlar. 17-oyat. Yoki osmondagi zotning xuddi Lut va fil egalariga yoqtirgandek sizlarga tosh yoqtirishidan qo'rqmamsizlar. Sizlar azobni ko'rgan chaqda mening ogohlantirishimning qandoq ekanligini bilasizlar. Bu chaqda bilgininglar hech qanday foyda bermaydi. 18-oyat. Ulardan ilgari o'tganlar payg'ambarlarni yolg'onga chiqardi. Ularga qattiq azob tushish orqali ularni ayblaganligim qandoq ekan? 19-oyat. Ular qanotlarini yaygan va yiqqan holda ustida uchib ketayotgan qushlarga ibrat ko'zi bilan qaramamdi. Qanotlarini kergan va yiqqan holda ustlarida uchayotgan qushlarni qanotlarini ochgan va yiqqan chog'da yerga tushib ketishdan faqat Allah nahiti inchkilik bilan yaratishdan iborat qudrati orqali tutib turadi. Allah haqiqatan har narsani ko'rib turguchidir. 20-oyat. Sizlarga Allah yordam bergandan tashqari, ya'ni kim sizlarga yordamchi qo'shin bo'la oladi? Yana Allah o'z yordami va rahmati orqali yordam qilmasa, kim sizlarga yordam qila oladi? Sizlarni Allah'ның azobidan qutuldiradigan hech qanday qo'shin yo'q. Kafirlar faqat oldinish ichidadir. Ya'ni shayton ularni azob nasil bo'lmaydi deb aldaydi. 21-oyat. Agar Allah yomg'ir va boshqa rizqining sabablarini to'sib qo'yish orqali rizqini tutib qolsa, sizlarga kim rizq berdi? Ular takabburlikda, haqdan yiroqlashishda azbaylab ketgandir. Ular ibrat olmaydigan va tafakkur qilmaydigan qavmidir. 22-oyat. Zodi qaysi odam yo'l topa oladi? Beshini sangiltib mangan odammi? Bu kafir bo'lib, dunyoda gunoh, masiyatga dum tushidi. Qiyomat kuni bo'lsa, o'ngdisiga tirildirildi. Yoki qatini rus tutib, tuz yo'lda mangan odammi? Bu musulmon bo'lib, dunyoda Allohning yo'lida aql va hidoyat orqali mangdi. Qiyomat kunida bo'lsa, jannatga elib boradigan dog'dam yo'l ustida tirildirildi. 23-oyat. Ey Muhammad, ularga aytqinki, Alloh sizlarni yaratdi. Sizlar uchun quloqni, ko'zlarni, dillarni yaratdi. Sizlar oz shukr qilsizlar. 24-oyat. Aytqinki, Alloh sizlarni yer yuzida yaratib ko'paytdi. Hisob berish uchun Allohning dargohiga to'plansizlar. 25-oyat. Ular agar sizlar rostchil bo'lsanglar, bu va'da qachon ishga oshirildi deydi. 26-oyat. Ey Muhammad, ularga aytqinki, bu haqdagi ilm, ya'ni qiyomatning qachon bo'lishi Allohning dargohidadir. Buni Allohdan boshqa hech kim bilmaydi. Men faqat sizlarni kofirlikning oqibatidan ochiq ogohlantiruvchiman. Men Alloh bayon qilishga buyurganni bayon qilaman. Alloh menga qiyomatning vaqtini xabar qilishni buyurmadi. 27-oyat. Ular azobning o'zlariga yaqinligini ko'rgan chaqda yuzlari qartib ketadi. Ularga mana bu sizlar dunyodagi chig'inlarda masxar qilib talab qilgan narsadir deyiladi. 28-oyat. Ey Muhammad, aytqinki, aytib beqinglarchi, agar Alloh sizlar kutgandek va orzu qilgandek meni va men bilan bo'lgan mo'minlarni halok qiladigan bo'lsa, yoki bizning ajalimizni ta'xir qilib
bizga rahim qiladigan bo'lsa, sizlarga nima foyda bor? Kafirlarni qattiq azobdan kim qutuldirdi? Ya'ni mayli Alloh payg'ambar alayhissalom va musulmonlarni ular umid qilgandek halok qilsin yoki saqlab qolsin, ularni azobdan hech kim qutuldira olmaydi. 29-oyat aytganki, u nihoyatda mehribon Allohdir. Uningga iymon etdik va uningga tavakkul qildik. Sizlar kimning ro'shan gumrohlikda ekanligini kelgusida bilasizlar. 30-oyat. Ularga aytib beqinglarchi, Alloh sizlarga ne'mat qilib bergan buloq, daryo, quduqlardagi suyuqlar, kuchinglar yetmagidek yiroqlab ketsa yoki yo'qab ketsa va yoki yer ostiga singib ketsa, sizlarga kim iqin suv keltirib berdi degan. Ya'ni sizlarning foydalanishinglar uchun yomg'ir yoki daryolar orqali Allohdan boshqasi keltirib bera olmaydi. Sura Qalam Makkada nozil bo'lgan 52 oyat. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. 1-oyat Nun. Bu arab alifbosidagi bir harf bo'lib, uningdan boshqa ba'zi suralarda kelgandek suraning boshlanishi uchun qo'llanilgandir. Qalam bilan va ular yozgan narsalar bilan qasamki. 2-oyat Ey Muhammad, sizlar Parvardigoringning ne'mati bilan mushriklar aytgandek majnun emassan. 3-oyat Muqarrarki, sen albatta payg'ambarlikning ig'irchiligini va har xil jafolarni ko'targanliging uchun boshqalar tarafidan minnat qilinmaydigan o'ksimas savobga erishsan. 4-oyat Ey Muhammad, sen haqiqatan Alloh seni Qur'onda buyurgan buyuk axloqqa egisan. Sahih hadisda Oysha raziyallohu anha payg'ambar alayhissalomning axloqi haqida so'ralganda, uning axloqi Qur'on edi deb javob berganligi rivoyat qilingan. 5-6-oyat Kelgusida qaysinlarning majnun ekanligini sen ko'rasan, ularni ko'radi. Ya'ni qiyomatda kimning majnun ekanligi oshkor bo'ladi. Bu kafirlarning payg'ambar alayhissalomni ozg'un, majnun degan gumoniga berilgan radiya bo'lib, Alloh tuvanda yana mundoq deydi. 7-oyat Shubhisizki, sening Parvardigoring o'zining yo'lidan ozganlarni obdan biladi. Hidoyat topqushlarni obdan biladi. Ya'ni haqiqiy ozg'unning sen bo'lmasdan, balki sana tuhmat qilganlar ekanligini obdan biladi. Haqiqiy ozg'unlar ana shu yaqin va kelgusida keladigan manfaatdan yuz o'rib, ziyonni talagan kafirlardir. 8-oyat İnkar qiluvchilarga itoat qilmag'in. 9-oyat Ular sening o'zlari bilan matorda qilishingni, shuning bilan o'zlarining sening ularga moyil bo'lishingni ko'zlab, sen bilan matorda qilishni, ya'ni sana madora qilgandek ko'rinishni orzu qiladi. 10-oyatdan 13-oyatgacha qasamxo'r, pas, g'ayvatxo'r, suvxanchi, behil, haddidan oshquchi, gunohkor, qo'pol, uning ustiga haromdan bo'lgan odam, ya'ni Valid ibn Mughira ga itoat qilmag'in. 14 va 15-oyat Bizning oyatlarimiz uning o'qib berilsa, uning mol-mulki va o'g'illari bo'lganligi uchun bu burunqilarning hikoyalaridir deydi. Bu shunday qilgan odamni ogohlantirish va so'kish uchundir. Chunki u o'ziga mol-mulk va o'g'illarni bergan zotni, uning payg'ambarini va oyatlarni inkor qilish orqali javob qaytardi. 16-oyat Uning burnini dog'lab balga solamiz, ya'ni uni do'zaxga silishdan ilgari uning burniga balga qilish bilan birga yuzini qora qilib, uningdan ayrilmaydigan bir balga solamiz. 17-oyat Shubhisizki, biz ularni, ya'ni Makka aholisini payg'ambar alayhissalomning sababidan qahatchilik, ocharchilikqa duchor qilish bilan ma'lum bog'ning egalarini sinagandek sinadik. Bu Qurayshlar obdan biladigan qissa edi. Aytishlarga qaraganda
ayni zamonda Yamanning San'a shahriga yaqin bir yerda bir odamning Allohning haqqini faqirlarga ado qilib turadigan begi bor edi. Bir kuni u odam vafot bo'lib, bog' bolalari qoldi. Bolalari uning mevalarini kambag'allarga berishdan to'xtatib, Allohning haqqiga bexillik qilib, melimiz oz, jon sonimiz ko'p, otimizda qilsaq bizga yetmaydi deyishib, kambag'allarni haqqidan mahrum qilmoqchi bo'lishdi. Shuning bilan ularning oqibati Alloh taolo tuvanda bayon qilgandek bo'ldi. Ular, ya'ni bog'ning egalari uning mevalarini kambag'allarga uqmasin, ularga hech narsa bermayli deyishib, sardila uzilishni qasam ichishgan edi. 18-oyat. Ular Xudo xolisa demagan edi. Ba'zilar bu oyatning ma'nosini miskinlarga otisi berib kelayotgan muayyan miqdordagi haqqini ayirmaslikqa niyat qilgan edi, deganlik bo'ladi deb qaragan. 19-20-oyat. Ular uxlayotganda boqqa Parvardigoring tarafidan azob, ya'ni yong'in nozil bo'lib, bog' kuyib, hech qanday mevasi qolmagan qap-qora kuldek bo'lib qoldi. 21-22-oyat. Ular agar mevalarni uzmoqchi bo'lsanglar, faqirlar kelishdan ilgari boqqa beringlar deb atdiganda bir-birini tovlashdi. 23-24-oyat. Ular mangdi, yo'lda ketib etib, bugun boqqa otanglar berib kelayotgan mevalardan beringlar deb so'rab olmaslik uchun hargiz bir miskinni kirmasin deyishib pichirlashdi. 25-oyat. Ular miskinlarni boqqa kirishdan to'siyolmaymiz degan o'y bilan atdiganda turishdi, ya'ni qavmidan ayrilib atdiganda yo'lga chiqishdi. 26-27-oyat. Ular bog'ning kuyib qop-qora bo'lib ketganligini ko'rib, biz haqiqatan ezib qilibdik, ya'ni boshqa boqqa kirib qopdik, bu bizning beg'imiz emas deyishdi. Bir oz o'ylanib, bog'ning o'zlarining beg'i ekanligini, Alloh taolaning ularni jazolab bog'ning mevalarini quritib atganligini bilgandan keyin, yo'q, biz miskinlarning haqqini bermaslikni niyat qilganligimiz uchun bog'ning mevasidan quruq qilibdi, dedi. 28-oyat. Ularning yaxshisi, ya'ni eng aqllisi va alohidasi, sizlar Alloh taolaning zolimlarni doim kuzatib turganligini va u miskinlarning haqqi to'g'risida o'zinglarning xato qilganliklarini aniq bilgandan keyin nemishqa Allohga tavba qilib tasbih etmaysizlar demaganmidim, dedi. 29-oyat. Ular, Parvardigorimiz, seni pok e'tiqod qilamizki, ya'ni sen bizning beg'imizga qilganlaring haqida bizga zulm qildi deyishimizdan pokdirsan. Miskinlarning haqqini ma'ni qilish bilan biz haqiqatan zulm qiluvchilardan bo'ldik, dedi. 30-oyat. Shuning bilan ular bir-biriga qarashib o'zaro malomat qilishdi. 31-oyat. Ular deyishdi, voy bizga, biz haqiqatan haddimizdan eshibdik. 32-oyat. Umidki Parvardigorimiz bizga buningdan yaxshiroq boqni bergay. Biz albatta Parvardigorimizdan yaxshilik ato qilishini va kechirishini umid qiluvchilarmiz. 33-oyat. Azob mana shundaqdir, ya'ni Qurayshga bog' egalariga tushgan azob tushidi. Agar ular bilsa, oxiratning azobi texmi qattiqdir, lekin ular bilmaydi. 34-oyat. Taqvodorlar Parvardigoringning dargohida haqiqatan noz ne'matlik jannatlardan mahrum bo'ladi. 35-oyat. Biz musulmonlarni kofirlar bilan barobar qilamdik. Ayni zamondagi Quraysh kofirlarining qotilari agar Muhammadning deganlari to'g'ri bo'lib qolgan holatdami, bizning ahvolimiz bilan musulmonlarning ahvoli faqat dunyodagi ahvolimizga o'xshash bo'ladi. Oxiratda bizga musulmonlarga berilgan jannatning ne'matlari berildi deyishidi. Shuning bilan Alloh taolo yuqorgi oyatida Allohning to'yida chung turganlar bilan Allohga osiylik qilishni parvoyiga olmaydigan gunohkor paskashni barobar qilishning odillik emasligini xabar qiladi. 36-oyat. Sizlarga nima bo'ldi?
xuddi mukofotlash va jazolash huquqi sizlarga berilgandek, qandoqcha mundaq hukm chiqarsizlar? Bu hukmlar xato. 37-38 oyat. Yoki sizlarda osiy bilan itoatkor barobar bo'ldi deb yozilib, osmondan hosil bo'lgan bir kitob bo'lib, uningdan sizlarga qiyomat kuni xalqlar bor deganni o'qidinglarmi? 39 oyat. Yoki sizlar hukm qilgan narsalarning bo'lishiga Allohning oldida qasam qilib, biz sizlar bilan qiyomat kuni ondan vaqt o'tishadigan sizlarning jannatga kirishinglarga doir mahkam bir ahd tuzishganmi? 40 oyat. Ey Muhammad, ulardan so'rab bakınki, ularning orasida qaysi yuqorqi ishlarga kepil qila oladi? 41 oyat. Yoki ularning oxiratda musulmon bilan ularni barobar qilishga kuchi yetadi deb gumon qiladigan, Allohga sherik qilib olgan ilohlari bormi? Agar ular davosida rostchil bo'lsa, sheriklarni keltirib baqsin. 42 oyat. O kunda, ya'ni qiyomat kunda pochoq ichilib qoladi. Alloh subhanallohu va taolo maxluqotlarga u kunning nihoyatda dahshatli ekanligini bildirish uchun pochiqni ochadi. Imom Buxoriy Abi Said raziyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Men payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini anglagan. Qiyomat kuni Rabbimiz pochiqni ochadi. Shuning bilan barliq musulmon er va musulmon ayollar uningga sajda qiladi. Bulardan dunyoda riyo, boshqalar ko'rsin yoki anglasin uchun sajda qilganlar sajda qilg'ili borganda butun badani tayoqda qetib qoladi. Ular iymonni sinash uchun sajda qilishga chaqirildi. Ular sajda qila olmaydi. U chaqda butun maxluqotlar sajda qiladi. Faqat kofir va munofiqlar dunyoda Alloh iymon etib baxmagan va uningga sajda qilib baxmaganligi uchun butun uygulari qetib qolib sajdaga egilmaydi. 43 oyat. Ular qo'rqinishdan tikilib qaraya olmaydi. Ularga xorliq yuzlandi. Ular dunyoda sog'lom qilishga kuchi yetadigan chaqlarda sajdaga da'vat qilingan edi. İbrahim Taymi mundaq deydi. Ular azon va takbir orqali da'vat qilingan edi. Ular sajdadan bosh tortdi. 44 oyat. Bu Qur'onni inkor qilganlarni menga qo'yib atgin. Ularni to'ydirmasdan asta-asta halokatga yuzlandiramiz. Ular nima deb gumon qilganlarining oqibatda elib boradigan yerini o'ylamaydi. Shuning bilan o'ylamagan yerdan halokatga duchor bo'ladi. 45 oyat. Ularning texmi ko'p gunoh qilishi uchun ularga muhlat beraman. Shubhasizki, mening tadbirim puxtadir. Hech qanday bir narsani qochirib qo'ymayman. 46 oyat. Yoki ulardan dinga da'vat qilganligingga savob yoki haq so'rab, ularning iqtisodiy yukini ig'irlashtiryaptingmi? 47 oyat. Yoki ularning yenda g'ayib, ya'ni g'aybni biladigan ilm bor bo'lib, ular gumon qilishga dalil sifatlaridan xoliqni sen bilan munoziralash uchun shuningga yasamdi. 48 oyat. Alloh taolo payg'ambar alayhissalomni sabr qilishga buyurib, Parvardigoringning hukmiga sabr qilgin. Oldirong'uliqda, zeriklikda beliqning sohibiga, ya'ni Yunus alayhissalomga o'xshash bo'lmag'in. O'z vaqtida u g'amgin holda beliqning qornida turib, Parvardigorga, Parvardigorim, sendan bo'lak hech ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jimi kamchiliklardan pokdirsan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qiluvchilardan bo'ldim. Sura Anbiya 87-oyatning bir qismi deb iltijo qildi. 49 oyat. Agar u tavba qilishdan iborat Parvardigorning nimatiga erishmasa edi, albatta u qilmishiga malomat qilingan holda daraxtmi yo'q, tog'mi yo'q, bir dalaga tashlangan bo'ladi. 50 oyat. Parvardigori uni payg'ambarlikka tanladi. Uni yaxshilardan qildi. Ya'ni yaxshilikda mukammal qildi. Ba'zi rivoyatlarda Alloh uningga va uning qavmiga shafaat qilib, uni 100 mingdan ortiq qavmiga qayta payg'ambar qilib avatdi va ularning hammasi iymon etdi deyilgan.
51 oyat. Kofirlar Qur'on anglagan chaqlarida sana bo'lgan dushmanligining qattiqligidan yomon ko'zlari bilan seni yiqitib etishga tas qiladi. Seni shubhasiz bir majnun deyishidi. 52 oyat. Qur'on faqat tamom ahli jahon uchun vas nasihatdir. Sura Haqqa. Makkada nazil bo'lgan 52 oyat. Nəhayət şəfqətlik və mehribon Allah'ın ismi bilan boshlayman. 1. oyat. Haqiqatan aniq oshkor bo'ladigan qiyomat. 2. oyat. Qiyomat nimadir? 3. oyat. Qiyomatning nima ekanligini qanday bilalaysan? 4. oyat. Samud va Ad qabilalari qiyomatni inkor qildi. 5. oyat. Samud, ya'ni Salih alayhissalomning qavmi bo'lsa, odatdan tashqari qattiq ovoz bilan halok qilindi. 6. Ad, ya'ni Hud alayhissalomning qavmi bo'lsa, haddidan ziyoda qattiq to'xtamay chiqadigan va sovuq bo'ron bilan halok qilindi. 7. Allah ularga bo'ronni 7 kecha 8 kunduz uzildirmay obirat qildi. Ularni sheg'il tashlab o'ldirgan edi. Ad qavmining o'z makonlarida halok bo'lib, xurma daraxining po kötəklərində yatqanlığını görürsən. 8. Ulardan birər adamның qalğanlığını görəlimsən. Ulardan bir adam saqılmağan idi. 9. Fir'avn həm onundan ilgiri kafirlar və şəhərləri düm-gümdürüb etilganlar, yəni Lut qavmi, Allah'a şerik keltirish və asilik qilishdan iborat xato ishlarni qildi. 10. oyat. Ular Parvardigorning payg'ambariga osiylik qildi. Shuning bilan ularni Allah yurtlarini dumkumtirib etish va tosh yig'ila aralash, burun avatish orqali qattiq jazoladi. 11-12. Shubhasizki, Nuhning zamonida cho'ng suv yamrab ketgan chaqda sizlarni, ya'ni ajdodinglarni sizlar texi to'ralmagan chaqda biz kemiga soldik. Ey Muhammad alayhissalomning ummati, sizlarga uni, ya'ni Nuh alayhissalomning qavmining qissasini, Allah'ның qatiligiga va qarshilik qilganlarning jazosini berganlikqa shak qilguvchilarga ibrat qilish uchun tutib oladigan quloqlarning uni tutib olishi uchun biz shunday qildik. 13. Birinchi qatimliq suri chilingan chaqda. 14. Zimin va tog'lar o'rinlaridan ko'tarilib, bir-biriga urilib, o'lib ketgan chaqda. Ya'ni ular bir-biriga birli urilishda kukum talqon bo'lib ketganda. 15. Bu kunda cho'ng ish, ya'ni qiyomat yuz beradi. 16. Farishtalarning tushishi uchun osmon yerildi. Bu kunda osmon qalayma-qalashib, ojizlashib ketadi. 17. Allah buyurgan hamon zaminga tushib, zamindagi barliq narsalarni o'z kontrolligiga elish uchun farishtalar osmonning atrofida turadi. Bu kunda Parvardigoringning arishni 8 farishta boshlari ustida ko'tarib turadi. 18. Bu kunda sizlar Alloh taologa hisob berish uchun to'g'rilansizlar. Sizlar hech qanday bir sirni yoshirib qololmaysizlar. 19. Nama amali o'ng qo'liga berilgan odam xo'shallikdan bu mening nama amalimni elib o'qib berganlar. 20. Men dunyodagi chig'imda oxiratda hisobotimga muloqot bo'lganligimga muqarrar ishongan edim deydi. 21. U ko'ngilli turmushda bo'ladi. 22. Esil, ya'ni martabasi yuqori jannatda bo'ladi. 23. Uning mevalari o'ril turgandimmi, o'ltirgandimmi, yotgandimmi qo'lini so'zibla olalaydigan darajada yaqin bo'ladi. 24. Ularga mundaq deyiladi. O'tgangi kunlarda, ya'ni dunyodagi chaqlarda yaxshi amallarni qilganliginglar uchun xo'shal xo'ram yanglar, ichinglar. 25. Nam amali sol qo'liga berilgan odam o'ziga tayyorlangan yomon oqibatlarni ko'rib, g'amgin holda aytadiki, menga nam amalim berilmagan bo'lsa-chi. 26. Hisobimning nima bo'lganligini bilmasam edim. 27. Dunyoda o'limim hayotimni oxiratda qayta tirilmas qilib oxirlashtirishchi.
28. Mening yiqqan mol-mulkim manga hech narsaga asqatmadi, ya'ni Allohning azobini to'sib qala olmadi. 29. Mening huquqim qo'limdan ketdi. 30. Bu chaqda Allah dozaqqa muakkal farishtalarga aytadi: Uni tutinglar, uningga taqoq selinglar. 31. Ondan uni dozaqqa tashlanglar. 32. Ondan uni uzunligi 70 gaz keladigan zanjir bilan bog'langlar. 33. Uning bundaq azoblanishi shuning uchundirki, u haqiqatan ulug' Allohga iymon etmagan edi. 34. Miskinga tamoq berishni targ'ib qilmaydi. 35. Bugun uningga bu yerda, ya'ni qiyomat kunida shafaat qiladigan va manfaat qiladigan do'st yo'qdir. Chunki bu kun tuqqandan, do'stidan qochadigan kundir. 36. Uningga yeringdan, ya'ni badanlarning yuyib tushgan qusuq va yeringdan boshqa tamoq yo'qdir. 37. Uni faqat ozg'on odamlarla, ya'ni gunohkor va kofirlarla yeydi. 38-39. Men sizlar ko'rib turadigan narsalar bilan qasam qilaman. Sizlar ko'rmaydigan narsalar bilan qasam qilaman. Ya'ni barliq maxluqot bilan qasam qilaman. 40. Bu Qur'on albatta hurmatli payg'ambarning, ya'ni Jibril alayhissalomning elib kelishi yoki Muhammad alayhissalomning tilovat qilib berishi orqali Alloh tarafidan yetkazilgan so'zdir. 41. U Qur'on sizlar gumon qilgandek shoirning so'zi emasdir. Sizlar nihoyat oz ishinsizlar. 42. U Qur'on sizlar gumon qilgandek kohinning so'zi emas. Sizlar oz vaz nasihat olasizlar. 43. Olamlarning Parvardigori tarafidan nozil qilingandir. Ya'ni u Qur'on payg'ambaringlar Muhammad alayhissalomga Parvardigoringlar tarafidan shu payg'ambarning tili orqali nozil qilingandir. 44. Agar u, ya'ni Jibril alayhissalom yoki Muhammad alayhissalom bizning nomimizdan yolg'onni to'qiydigan bo'lsa, 45. Albatta uni qudratimiz bilan jazolaydik. 46. Ondan uning asosiy qizil to'mirni kesib tashlaydik. Bu podshohni qattiq g'azablantirganda qo'llanilgan jazoning tasviridir. 47. Sizlardan hech bir odam uni bizning jazolashimizdan qo'rqib qola olmaydi. 48. Shak shubsizki, bu Qur'on taqvodorlar uchun vaz nasihatdir. Chunki ular Qur'ondan manfaat ola oladi. 49. Biz shak shubsiz bilamizki, sizlarning oranglarda Qur'on oyatlari uchun ro'shan turuqliq, uni inkor qilguvchilar bor. Biz ularga tegishlik jazosini beramiz. 50. Qur'on kofirlarga, ular Qur'onni tasdiq qilguvchilarning savobini va inkor qilguvchilarning azobini ko'rgan chaqda albatta hasrat bo'ladi. 51. Qur'on muqarrarki Alloh tarafidan nozil qilingan shaksiz haqiqatdir. 52. Oyat. Ulug' Parvardigoringni mushriklarning iftirolaridan pok e'tiqod qilgin. Kitob o'qish munbiri avlodlar turbeti hozirladi. Davomga davomli diqqat bergaysiz. Allohga omonat.